Yo, what's up? Bolalar obunachilar, sizlar bilan yana men Kanrochda. Do'stlar, YouTube'ga anchadan beri video qo'ymadim. Buning o'ziga mos sabablari bor edi va bugun men sizlarga yangi creepypasta haqida gapirib beraman. Undan oldin siz kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Qanunda boshladik. Bir kuni 3 ta o'yinchi mer ochibdi va merda o'zlari uchun survival boshlashibdi. Barcha o'yinchilar bir joyga to'planishibdi va ular nima qilishini, ya'ni tong otguncha qayerda tunab qolishini maslahatlashibdi. Va keyin esa ular o'z yo'llarini davom etayotganda o'yinchilardan biri g'orni ko'rib qolibdi va g'orning oldiga yaqinlashganda tepada qandaydir g'aroyib narsa uchib ketganini ko'rdi va o'yinchi birdan o'z vahimaga tushib qoldi. Va u ko'rgan narsasini o'zining do'stlariga aytishga qaror qildi. Do'stlari esa bu narsani ko'rib juda ham hayratlandi, chunki bunday katta uchar oq narsani ko'rish ular uchun albatta qo'rqinchli edi. O'yinchilar bu narsani changning pastligidan ko'rilgan oddiy bulut deb qabul qilishdi va yon atrofda yana bir bor kuzatishdi, ammo bu oq narsa boshqa ko'rinish bermadi. O'yinchilar nima bo'layotganiga tushunmay, o'z yo'llarini davom etishga qaror qilishdi. O'yinchilar o'z yo'llarini davom etishar ekan, ular yotish uchun, ya'ni tunab qolish uchun joy topolmadi. Ularning yo'lidan qandaydir yer blok va granitdan tashkil topgan uzun bir narsa chiqdi. O'yinchilar bunday oddiy spawn, bunday merda paydo bo'lmasligi kerakligini aytishdi. Va uning tepasida oddiy bir oq gul turardi. O'yinchilar bu o'yindagi bir xatolik dedi va ular yana o'z yo'llarini davom ettirishdi. O'yinchilar bu narsaning orqasiga o'tishganda esa qandaydir g'alati bir qishloqqa ko'zlari tushib qolishdi. Va ular o'sha qishloqning ichiga kirishga qaror qilishdi. O'yinchilar qishloqning oldiga yaqinlashganda esa bu qishloq nezirda uchraydigan narsalardan yasalganini ko'rishdi va uni ichkaridan ham ko'rishga qaror qilishdi. Ha do'stlar, bu rostdan ham nezirda uchraydigan narsalardan qurilgan qishloq edi. O'yinchilar bu qishloqni bo'linib, ya'ni hamma har xil joyga bo'lingan holda tekshirishga qaror qilishdi. Bu qishloqni bloklarini nazarga olmaganda barcha narsa nezirdan bloklardan joylangan edi. O'yinchilar bu qishloqni tekshirib bo'lgach, qishloqni tark etishga qaror qilishdi. Ammo ular birdan yana o'sha qo'rqinchli gazga ko'zlari tushib qolishdi. Gaz qishloqning tepasida uchib yurar ekan, o'yinchilar vahimaga tushib, bu yerdan qochishga qaror qilishdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu gaz oddiy narsa emas. Ya'ni qandaydir boshchanoqli olov koptoklar otayotgandi. O'yinchilar qishloqdagi bir uyga kirib olishdi. O'yinchilar juda ham vahimaga tushgandi va ular bu qishloqdan qochishga qaror qilishdi, ammo o'sha gaz ularning tepaginasida edi. O'yinchilar tarqalib ketishdi, ammo gaz qishloqni yo'q qila boshladi. Va o'yinchilardan biri esa halok bo'ldi. Bir o'yinchi suv tagiga tushib oldi, ammo u gaz uni hali ham kuzatib turar edi. Va o'sha qo'rqinchli gaz ikkinchi o'yinchini ham halok qildi. Bu o'yinchi yolg'iz, ya'ni do'stlarsiz bir o'zi qolib ketdi va u gaz uni ta'qib qilardi, ya'ni u turgan joydan siljimas edi. O'yinchi suvning tagida qancha turgan sari uning nafasi kamayib borar edi. O'yinchi tepaga chiqdi va u gaz yo'q edi. O'yinchi uning omadi keldi deb o'ylagandi, ammo u uchun bu juda ham kech edi. O'yinchi bu qishloqni tark etayotgan paytda o'sha gaz uni yo'q qildi. Va shu bilan u o'yinchilarni qaytib boshqa hech kim ko'rmadi. Do'stlar, videomiz shergacha edi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.